هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Safat tefsiri 27. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Safat suresi 27. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula bir-biriga qarab munozirlashidi. Әгеш turguchilarga sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'satdinglar deydi. Әгеш turguchilarga aytadi. Sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga ergishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash azg'an qavm edinglar. Rabbimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'ichimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan azg'an edik. Ular, ya'ni әгеш turguchilar bilan әгешкичilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni әгеш turguchilar bilan әгешкичilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdik deydi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'hton qilganidek emas. U, ya'ni Muhammad alayhissalom haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Mushriklarning qiyomat kuni bir-biri bilan husumat qilishidiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda qiyomat maydonida kofirlarning o'zaro malomat qilishidiganligini bayon qildi. Ularning Devzaqning eng cho'nqir yerlarida bir-biri bilan jidallashadiganligi haqida mundaq deyilgan. Aciz ergeçküçiler, hakavur ergeçtiricilerge şübhisiz ki biz sizlerge ergeçken idik. Bizden devzaq azabıdın bir kısmını elip taşlaya alamsizlar deydi. Hakavur ergeçtiriciler şübhisiz ki biz hammamiz dozaqda durmiz. Allah hakikaten bendilerinin arasında hüküm çıkardı deydi. Eğer zalimlarni Rabbingning dargohida to'xtatib qo'yilgan chaqda ba'zisi bilan jidallashayotganda ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holini ko'ratding. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga agar sizlar bo'lmasanglar biz cho'qim iymon etadiq deydi. Cho'ngchilik qilganlar, bo'zaq qilinganlarga sizlarga hidoyat kelgandan keyin biz sizlarni uningdan to'sdikmi? Hargiz to'smadik. Sizlar o'zinglar gunoh qilg'uchi bo'ldinglar deydi. Bo'zaq qilinganlar, cho'ngchilik qilganlarga hargiz undaq emas. Sizlarning bizga kech kunduz qilgan hili-mikringlar bizni iymondan to'sdi.
o'z vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirik keltirishga buyurdinglar deydi. Azobni ko'rgan chaqda ular har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kafirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi berildi. Bu yerdimi agash turgichilarga sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'sitdinglar deydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas ular haqqa agashmasligimiz uchun sizlar bizga kuch bilan besim ishlatdinglar, chunki biz ojiz edik, sizlar kuchli edinglar dedi. Qatada mundaq dedi: insonlar jinlarga sizlar bizga yaxshilik tarafdan kelatdinglar, ondan bizni yaxshilikdan to'satdinglar va bizni uningdan yiroqlashtirdinglar deydi. Suddi mundaq dedi: ular sizlar bizga haq tarafdan kelatdinglarda batilni chiroyli ko'rsatib bizni haqdan to'sitdinglar dedi. İbn Zayd uning ma'nosi biz bilan yaxshilikning orasini to'sitdinglar, bizni islomni qabul qilishdan, iymon etishdan va biz qilishga buyurilgan yaxshi ishlarni qilishdan qaytaratdinglar deganlikdir dedi. Yazid Rishk mundaq deydi: ular sizlar bizni Alloh taolodan boshqa hech iloh barhaq yo'q degan so'zni qilishdan to'sitdinglar dedi. Agash turgichilarga aytdi: sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mu'min bo'lmadinglar. Ya'ni jinlar va insonlarning boshliqlari agashkichilarga. Ish hargiz sizlar o'ylagandek emas, balki o'zinglarning dillari iymonni inkor qiladi, kufrlik va osiylikni qabul qiladi. Bizning sizlarni bizga agishishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Ya'ni bizning sizlarni agishishga chaqirgan narsaning to'g'ri ekanligiga sizlarni qoyil qilishga bizning dalil paketimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'on qavm edinglar. Ya'ni o'z ichinglarda ozg'unlik va haqqa tajovuz qilish ishlari bor edi. Shunga sizlar bizning batil so'zlarimizni qabul qilib, payg'ambarlar sizlarga ilib kelgan haqni tashladinglar. Payg'ambarlar bo'lsa, o'zlari ilib kelgan narsaning to'g'ri ekanligini isbotlab sizlarga paket ko'rsatdi. Biroq sizlar ularga qarshilik qildinglar deydi. Cho'ngchilik qilganlar ojizlarga yana Rabbimizning, ya'ni Alloh taolaning qiyomat kuni haqiqatan azobni tetig'uchi, baxtsiz ekanligimizdan iborat so'z bizga tegishli bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetig'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik, ya'ni sizlarni gumrohlikqa biz chaqirdik, chunki biz haqiqatan ozg'on edik. Ya'ni sizlarni biz o'zimiz mengayotgan ozg'unlikqa chaqirsak, sizlar bizning da'vatimizni qabul qildinglar deydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ular, ya'ni agashturgichilar bilan agashkichilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda, ya'ni do'zaxda har bir odam amaliga yarasha o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundaq qilamiz. Ya'ni agashturgichilar bilan agashkichilarning hammasiga azob qilamiz. Ular dunyodagi chaqlarda haqiqatan mushundaq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalima tavhidni mu'minlar degandek deyishdan takabburlik qilib bosh tortadi. İbn Abu Hatem Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men kishilar bilan
bir Allah Taaladan başqa hech iloh yo'q deb kalima tavhidni aytqicha ularga qarshi jihad qilishga buyurildim. Men kishilar bir Allah Taaladan başqa hech iloh yo'q deb kalima tavhidni aytqicha ularga qarshi jihad qilishga buyurildim. Kimiki bir Allah Taaladan başqa hech iloh yo'q deb kalima tavhidni aytsa, mendan haqiqatan melini va jinini saqlab qoladi. Faqat kalima tavhidning qonuniy bo'yicha jazoga tortilib qolsa, saqlab qololmaydi. Onun hisabi Allah Taala'dır. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ayet nazil qilgan oyatida cho'ngchilik qilgan qavmni tilga elib mundaq dedi. Ular dunyodagi chaqlarida haqiqatan mushundaq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q denglar deyilsa, kalima tavhidni mu'minlar degandek deyishdan takabburlik qilib bosh tortdi. Ular ilahlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni ilahlarımızga ve ata bobolarimizning ilahlariga ibodat qilishni mushu majnun shoir Muhammadning so'zi uchun tashlab etamdiq deydi. La havla va la quvvata illa billah. Allah Taala ularning bu so'zlarini inkor qilib va ularga raddiya berib mundaq deydi. Hergiz undaq emas. Yani iş ularning bo'hton qilgandek emas. U, yani Muhammed aleyhisselam, Allah Taala'nın barliq şeriatidagi uningga xabar qilingan va uning yetkazilishi talab qilingan haq dinni elib keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Yani Allah Taala to'g'riliq payg'ambarlar xabar qilgan. Madhiyaga loyiq sifatlarni ve to'g'ri ro'shan yo'llarni tasdiq qildi. Allah Taala'nın şeriatini ve emir fermanını insanlarga xuddi u payg'ambarlar yetkizgandek yetkizdi. Sana müşriklar tarafidan aytiladigan so'zlar faqat ilgariki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Ey günahkarlar, sizlar çoxum qattiq azobni tetig'uchisizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Faqat Allohning sodiq bandalarila jazoga tortilmaydi. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni turli mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Ular nozu ne'matlik bog'larda taxtlar ustida bir-biriga qarshib o'tirdi. Ularga iqib turgan ap-oq ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turildi. Uningda mas qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Ularning yenida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juftilar bo'ladi. Ular oqliqda go'yo qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Mushriklarning jazoga tortilganligi va ixlosmand kishilarning mukofotga erishadiganligi to'g'risida Alloh Taala insonlarga xitob qilib mundaq deydi. Sizlar cho'qim qattiq azobni tetig'uchisizlar. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Ondan Allah Taala umum xitobdan o'zining ixlosmand bandalarini ayirib chiqarib oldi. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Zaman bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyon ichidadir. Biz insonni shak shubhisiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Ondan uni chiroyli yaratganlik ne'matimizga shukr qilmay osiylik qilganlikdan davzaqqa qaytirdik.
Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Sizlarning ishinglardan davzaqqa bormaydigan biror kishimi qolmaydi. Bu Rabbingning o'zgarmas hukmidir. Ondan eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizlinib o'ltirgan holda qo'yamiz. Her insan qilmishlari tufaylidan davzaqda mahbusdir. Faqat ashabi yamin, ya'ni saodatman mu'minlar buningdan mustasno. La ilahe illalloh Muhammad Rasulullah. Faqat Allah'ның sadiq bendilerila jazaga tartılmaydı. Yani ular qattiq azabni tetiydiganlar emas, hesap so'rildiganlarmi emas. Belki agar ularning yomonliklari bo'lsa, ularning yomonliklari afu qilindi. Allah ularga bir yaxshilik uchun 10 hassidan 700 hassigacha yoki xohlagan miqdorda uningdan ortiq savob berdi. Subhanalloh. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni jannatdan va uningdagi turli mevalardan bahramand bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Ya'ni xizmatchi g'ilmonlar ularning xizmatini qiladi. Ularga intayin mo'l rizq va nozu ne'matlar berildi. Ular nozu ne'matlik bog'larda taxtlar ustida bir-biriga qarishib o'ltirdi. Ya'ni ular hargiz ba'zisining orqasida o'ltirib qolmaydi. Ularga eqib turgan op-oq ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar aylantirib turildi. Uningda mas qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Bu haqda Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi. Qerimay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, jamlarni ularga aylanib sunib turdi. U sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mas bo'lmaydi. Alloh taolo jannatning sharoblarini dunyoning sharoblarini ichganda kelib chiqadigan bosh og'ritish, qo'lsoq og'ritish, aqlni tamoman yo'qotish qatorliq ziyonlardan xalos qildi. Ularga eqib turgan sharoblardan, ya'ni to'xtab qolmaydigan, tugab qolmaydigan, hamisha eqib turadigan o'stanglarning sharoblaridan to'ldirilgan jamlar aylantirib turildi. Malik Zayd ibn Aslamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U eqib turadigan rangi op-oq, suzuk, chiroyli va ko'rkam sharobdir. Dunyodagi qizil, qora, seriq yoki kulrang yoki boshqa ranglardagi sog'lom tabiatli kishi qarasa saskinadigan, ko'rinishi zo'q qo'zg'amaydigan sharoblardan emas dedi. U sharoblar ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan sharoblardir. Ya'ni u sharoblarning ta'mi, rangi o'xshashli yaxshidir. Ta'mining yaxshi bo'lishidan purqiningmi xushpuroq bo'ladiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Dunyoning sharoblari bo'lsa, bu sifatlarning hammasining dal aksicha, badbo'y va ta'msiz bo'ladi. Uningda dunyoning sharoblariga o'xshash mas qiladigan narsa yo'q. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatni uningda qo'soqni og'irtadigan narsa yo'q deb tafsir qilgan. Ular uni ichish bilan mas bo'lmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosi ular aqlni yo'qotib qo'ymaydi deganlik bo'ladi dedi. Ibn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Hasan, Ata, Ibn Abu Muslim, Xorasani, Suddi va boshqalarmi mushuning o'xshash dedi. Zahak Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aroqda mast qilish, boshni og'irtish, qustirish va o'rniga siydirish qatorliq 4 illat bordir. Allah jannatning sharoblarini tilga ilib,
Saffat suresi, yani bu surede ko'rsatgandek, u sharoblarning bundaq illatlardan pok ekanligini ko'rsatdi. Ularning yanida iffatlik, erleridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahlo ko'zlik, ya'ni ko'zlari cho'ng va chiroyli juftilar bo'ladi. Alloh taolo ularni iffatlik, ko'zlari cho'ng va chiroyli deb sifatladi. Shunga g'olib va buyuk Alloh taolo mundaq deydi: ularning yanida iffatlik, erleridan g'ayriga ko'z solmaydigan shahlo ko'zlik juftilar bo'ladi. Ular badanlari to'lgan, rengi ruhi güzel, oqliqda go'yo qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Suddi mundaq deydi: ular oqliqda xuddi tuxumning eqiga o'xshaydi. Elhamdülillah. Yuqorida Sure Saffat tafsiridan 49. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.